Hurmatli fuqarolar, bugungi kunda Qo'riqlash departamenti tomonidan sizning xonadoningiz xavfsizligini ta'minlash bir qator zamonaviy texnologiyalar orqali tashkil etilmoqda. Magnit kontakt datchigi xonadoningiz eshigi ochilganda, infraqizil nurli harakat datchigi xonadon hududida biron bir noqonuniy xatti-harakat sezganda, akustik datchik esa biror bir shovqin sezganda ishga tushadi va qabul qiluvchi nazorat qurilmasi orqali boshqaruv markaziga tashvish xabar kelib tushadi. Tezkor holatlarda qo'riqlash xizmati naryadlarini chaqirish uchun xonadoningizga yoki mobil qurilmangizga tashvish tugmasini o'rnatishni ham taklif etamiz. Barcha qo'riqlash vositalari foydalanish davrida bepul o'rnatiladi va texnik xizmat ko'rsatiladi hamda shartnoma asosida oylik 77 ming so'm abonent to'lovini tashkil etadi. Shuningdek, ko'p qavatli uylarning kirish qismlarida jamoaviy shaklda so'z tashvish tugmalari o'rnatiladi. Bunda nafaqat ushbu uyning barcha xonadonlarida, balki uyning atrofida ham xavfsiz muhit yaratiladi. Ushbu xizmat turini hududingizga xizmat ko'rsatuvchi boshqaruv servis kompaniyalari bilan kelishilgan holda amalga oshirishingiz mumkin. Oylik to'lov o'rtacha 500 ming so'mni tashkil etadi. Har bir tashvish xabar bo'yicha professional, maxsus va o'qotar qurollar bilan ta'minlangan tezkor harakatlanuvchi guruhlar xodimlari voqea joyiga 3-5 daqiqa ichida yetib borishib, xavflarni bartaraf etishadi. O'ylanib o'tirishga hojat yo'q. Bu gunoh xavfsizligingizni 73 yillik tajribaga ega ishonchli qo'llarga, qo'riqlash xizmatiga topshiring. Biz sizni va mulkingizning xavfsizligini samarali ta'minlaymiz.